Manchester City Galatasaray bugun Husanov maydonga tushadimi? Bugun tunda Chempionlar Ligasi doirasida Manchester City Turkiyaning Galatasaray jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bugun manchesterliklar g'alabali seriyani uzaytirishga harakat qilib ko'rishadi. Bugun Abduqodir Husanov maydonga tushadimi yo'qmi degan savolga barchani qiziqishi yuqori bo'lib turibdi. Agar bugun Gvardiola janoblari Manchester City tarkibida Abduqodir Husanovni tushirmaydigan bo'lsa, himoyachi sig'ida ancha qiyinchiliklarga duch kelishlari turgan gap. Chunki Manchester Cityning yuragiga aylanib borayotgan Abduqodir Husanov har bir o'yinda Manchester City himoyasini barqaror ushlashga harakat qilmoqda. Agar bugungi o'yinda Abduqodir Husanov maydonga tushmaydigan bo'lsa, Cityni bir qator muammolar kutib oladi. Ya'ni himoyachi zig'idagi barqarorlik yo'qoladi va raqib Galatasaray hujumlarida rang-baranglik avj oladi va Cityni qiyin vaziyatga solib qo'yishi aniq do'stlar. Shunday ekan do'stlar, bugun Abduqodir Husanov Manchester City va Galatasaray uchrashuvida qatnashishi shart bo'ladi do'stlar. Bu jamoasi uchun foydadan xoli emas albatta. Do'stlar, bu o'yinni tomosha qilishga hammangizni taklif qilaman. Bu albatta ajoyib futbol spektakli bo'ladi.